Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Avazbek Play kanali. Bugun sizlar bilan Minecraftda survival qilamiz. Hozir ozgina narsalar yig'ib qo'ygandim. Bu hech nimaga kirmaydi. 35 ta past yarim stak tosh yig'ib qo'yganman. Shu kirkasini tingunicha narsa yig'ib olamiz. Keyin esa toshli narsalarga o'tamiz. Yerning tagiga kirib ketib narsalar yig'amiz. Oltin, olmos, temir. Birinchi ochlikda hozircha temir yig'ish kerak. 44 ta bo'ldi, yana 20 ta yetmadi. Afsuski, shunday bo'lib qoldi. Bu kanalga obuna va like bosib qo'yinglar. Shu nimaga mana shu Minecraftda bunaqa mollar o'ldirsa sut tushmaydi. Shuni kommentariyaga yozib ketinglar. Men keyin uni o'qiyman. Hozir uchun 3 ta bo'lish kerak, yana bitta. Bor, qornim och qoldi. Uy qurishimiz kerak, qorong'i bo'lmasdan. 2 ta bo'ldi, yana bitta kerak. Biz undan keyin narsalar yasaymiz. Bu hozirchalik birinchi qismi. Bundan keyin bitta bratanlar bilan video olamiz. Ya'ni Baron, Circle Play'lar bilan video olamiz. Buni ikkinchi qismida shular bo'lishi mumkin. Aytaman. Mumkin yana. Qorong'i. Brat, nima keldingiz? O'lishingizni bilib turib keldingizmi? Yoki o'zingizni joningizga qasd qilmoqchimisiz? Bu harom narsa, shuning uchun olmaymiz. Chunki harom narsani yeb bo'lmaydi. Chunki biz o'zbekmiz. Harom narsa bu harom. Tushundilaringmi? Harom bu harom, halol bu halol. Halol bilan haromni farqiga borish kerak do'stlar. Chunki bo'lmasam ochlikdan qolib ketasizlar. Shu gap bo'ldimi? Keyin qo'qamiz. Tirs Saturndek qo'qamiz. Tirs yasaymiz. Tirs. Keyin mana ulardan ko'p yasaymiz, chegara qilamiz. Moblar kelmasligi uchun. Hozircha kelsa bitta. Yakta. Hozir bu qasrchamizni buzishimizga to'g'ri keladi. Chunki bizda qilich bor. Kelganini qo'qamiz. Azgina qoldi do'stlar, azgina. Shunday yorug' bo'ladi. Do'stlar, noniqqa borsak-chi? Mana shu daraxtni chopib olay.
Tadı yoqmayapti. Netta qo'ziqorin bor. Ko'rayotgan bo'lsalaring. O'sha yoqqa boramiz. Ichiga kirib tunaymiz. Buyaq, quyaq, короче. Bu yerda bizni birinchi очередda qiladigan narsamiz chopamiz mana etni. Loy kerak edi bizga, loy. Loy bilan biz короче hozir qo'ziqorin ekanmiz. Nimaga desalaring? Nimaga deylar? Nimaga? Qo'ziqorin ko'paytiramiz. Tak. Hozir do'stlar sizlar bilan kamon chakamiz kelyapti. Tegdi. Tegdi o'q, kelyapti, quvlayapti bizni. Olg'a. Qochdik, surdik. Hech kim bilmaydigan joylarga kirib olamiz. Oppa. Shu yerdan temir chiqsa zo'r bo'lar. Temir bilan hamma narsani chopsa bo'ladi. Bitta ham bor ekan. Hozir o'nta ekan. Anaqa boramiz, ketdik. Og'alar ketdik. Bosdik. Uy. Tushish oson, chiqish qiyin. Bu yoqqa bilsalaring. Keldik. Men shunisiga ishondimmi, buni kattaligiga. Katta deb shunisiga ishondimmi? Bu 05 bezgazku. Bezgaz bo'lishi bilan katta joy. Hozir qochinglar eshiklardan. do'stlar shuncha ko'vladik. Rona bir stak bo'ldi. Undan ham ko'p bo'ldi. Yaxshiyam o'lmadik. O'lsak shuncha narsani qayerdan topardik? Bu narsa ham yo'q-ku.
Salom hammaga. Yaxshimisizlar bolalar? Tuzuk yuribsizlar. Men o'sha sirli bola. Yuray. Oh, tog'ni qaranglar. Tabiatni ko'ryapsizlarmi? Hattoki Minecraftda ham. Tabiatdan shuni. Qachon yorug' tushar ekan? Hozir videomiz tugab qoladi yorug' tushmasa. Masjidda ovqatimiz yo'q. Buni yeb bo'larmikan? Yeb bo'lmaydi. Qoch. Creeper akamiz kelyapti. Creeper portlayotganda bitta blok qo'y, o'lmaysan deydi hozir. Aka surim etgan. Creeper yomon narsa-da. Oppa o'ldirdik. Baribir men o'ldiraman-ku. Tog'lar Aldiysan Sardor. Qoch. Qoch, Sardor kelyapti, qoch. Men bilmaganimda bilmayman-ku deydi-ku. Hozir yonib ketadi. Bitinglar. Bu kamiz ko'p vayn ko'raveradi. Shuning uchun. Vayn haqida ko'p gapiradi. Ana shu tog'ni tepasiga uyingni qur. Daraxt qara uzunligini. O'lding. Surdik. Qo'yni o'ldir. Surdik. Qo'y hozir kirmaydi ko'ngilga, surdik biz. Teraklar. Ko'ngilga hech narsa sig'maydi, faqat yugurish sig'adi. Chetda o'tiramiz. Tovuq go'shtini yeymiz. Zaharlandik ana go'shtdan. Tez yuguryapman nega? O'g'illar 2 marta tezlikni bos, tez yugurchi. Bu daraxtlarni qara uzunligini. Minecraftda daraxt uzunligini qara. Yo, nargisi. Mana. O daraxt uzunligini. Skelet og'amiz. Kelyapti. Qoch. O. O'lasizda Avazbek. Ketdik. O'lasizda hozir Avazbek. Zo'r maydon shet. Shaqo'yni quramiz. Yo'q, ana tog' tepasiga qur. Bu yerda skeletlar paydo bo'ladi. Ikkislik emas. Kel. Bu videoda faqat qochish bilan o'tib ketadi umrimiz. Bitta joyga tanlab, bitta joyda qur. Lekin Minecraftda bunaqa uzun teraklar ko'rmadim hech. Endi yangilanish keldi-ku, menimcha o'shanda qo'shilgan bo'lsa kerak. Yo'q, yangilanish original Minecraftga keldi hozircha. Original Minecraft o'ynasang-chi. Bo'ladi-ku. Asta-sekin bo'ladi. G'am. Qo'ziqorni qara uzunligini. Men ham endi birinchi marta ko'ryapman bularni. Do'stlar, hozir sizlar bilan xayrlashaman. Chunki shunga bo'lib qolyapti. Agar oxirgacha o'ynaganda nima bo'lardi? Balkim o'lardim. Do'stlar, sizlar bilan hozir bitta gap aytayim. Aytgim kelmayapti-da. Oppa. Ichma, o'lding. Videomiz oxiriga bormasdan tugadi. Xayr do'stlar, sizlar bilan. Hammaga xayr. Keyingi videoda ko'rishguncha.